Qani, faizimizni bersin ha. Menga qara. To'y qayoqda? Farqi nima senga? Qayoqqa borib ishlashni bilishim kerakmi, yo'qmi? To'y qayoqda? Bitta joyda nima ishing bor sening? Bitta joyda bo'lma, farqi bor. Boramiz, aytamiz, qaytamiz. Mahallani oti bormi? Mana mahalla, mana ko'cha, mana akani uyi, o'sha yerda to'y bo'ladi. Men ham artistman-ku, qayoqqa borib ishlashni bilishim kerakmi? Talpa qishloqda. Qayoqda? Ey, men bormayman talpazaringga. Nimaga bormaysan? Pul olganmiz. Nimaga? O'chi eshikni yopi. Hech kim g'ing demaydi, o'zim qarayman. Sen qayoqdan bilasan? Ular rosa uradi, rosa uradi. Kim Murat sen? Kim Murat? Borsang, bormasang pulni olganmiz, tamam, borish kerak. Olgan bo'lsang o'zing borib ishlaysan, tushundingmi? Men kalta yeb bajaralarim ishim kirish xohlamayman. Kalta kiymaysan, kalta kechib bo'lmagan-ku. Mahallani bilasanmi? Tashkildan keyin artistlardan uradi. Esingda yo'qmi bir marta? Shunaqa tepgan, shunaqa deb uch ko'chaga chiqolmayganman. Yana ko'ringan joyga uradi-da, ko'zga uradi. Ustoz napasi qisib qo'ygan o'tgan safar. Pul olib qo'yganmiz, tushunsan-chi, qanaqa odamsan sen o'zi? Men bora olmayman. Agar senga birov g'ing desa, bordi menga qaraysan bo'ldi. Men o'zimga chiqib qilishim. Hech kim tegmaydi senga. Addicha. Agar meni kimdir uradigan bo'lsa, o'zing turasan, tushundingmi? Xo'sh, ketdik. Bo'pti. Qanchaga olgansan? 200 ming olganman. Menga qarachi, ko'zimga qarachi. To'g'risini ayt, qanchaga olgansan? 500 ming olganman, bo'ldimi? Ko'zimga yana bitta qarachi. Konkret ayt, qanchaga olgansan? 800 olganman, bo'ldimi? Bo'pti, endi bo'ldim. 1 million olibsan, ha? Tekis olgansan, sen yomon yolg'onsan. Ko'zing ko'kda seni bilasanmi? Yomon aldaysan odam.